Farmana tumanidagi 2-kasb-hunar maktabida tuman axborot kutubxona markazi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limi, viloyat pedagogik mahorat markazi hamkorlikda viloyatda ijod qilayotgan faol nuroniy shoiralarning yangi chop etilgan kitoblarining taqdimotini o'tkazdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Ijodiy uchrashuvda mehnat faxriylari, jamiyatda faol shoiralar Oysulu G'oziyeva, Matluba Hamroyeva va Maqsuda Karimovalarning yangi chop etilgan E'tiqod ildizi, Kechmish ohanglari, Hayot hayratlari nomli she'riy kitoblarining taqdimoti bo'lib o'tdi. Shoiralar o'z she'rlarida vatanga muhabbat, yorga sadoqat, ota-onaga ehtirom kabi mavzularda eng sara, ko'ngilga yaqin ijod namunalarini yig'ilganlarga yetkazar ekan, shoira onaxonlardagi soddalik, beg'uborlik ularning she'rlariga ham adabiy badiiy kechada so'zga chiqqanlar adabiyot, she'riyat o'lmas bir ummon ekanligini e'tirof etishdi. Shu ummonda o'z so'ziga, o'zini aytganlariga mas'uliyat bilan qaraydigan shoira ayollarimiz singari ijodkorlar bor ekan, o'zbek adabiyoti dunyoni hayratga solaveradi. Avvalo bu shoirlarimiz haqida nima deyish mumkin? Hammalari ta'lim sohasida ishlab kelganlar. Bugungi kunda nafaqadalar, ularni shu yurtga bo'lgan mehrlari, pedagogik kasblari, bularni shu qo'llariga qalam olishga undab, bugungi kunda ham tinchimasdan mana shunchalik mashaqqatlar bilan o'zlarining yozganlarini bu kitob shaklida taqdim qilib, shu tadbirni tashkil qildik. Oysulu G'oziyevani biz ancha vaqtdan beri bilamiz, u kishini juda mumtoz she'riyatni juda katta bilimdoni sifatida. Hazrat Navoiyning g'azallariga muhammas bog'lashga hammaning ham jur'at yetavermaydi. Bu kitoblar, ijod namunalari nimani mahsuli? Aytish mumkinki, bu ijodkor ayollarimizni albatta o'zini yurtiga, mahallasiga, hamyurtlariga bitmas tuganmas mehr muhabbatini natijasi deb o'ylayman. Ularning hayotdagi ijtimoiy faolliklari. Ijodiy kechada shoiralarga xos fazilatlar, ularning she'riy to'plamlari she'riyat muxlislari oldidagi sarhisobi ekanligi e'tirof etildi. Bitta so'z uchun kerak bo'lsa, jonidan ham kechishga tayyor turgan shoiralarning diltortar she'rlari ishtirokchilarini ham to'lqinlantirdi va ular shoiralarning kitoblarini mutolaa qilishib, o'zlari yoqtirgan ijod namunalarini yod aytishga undadi. Men 2025-yilda Kechmish ohanglari degan ilk kitobimni chiqardim va bu kitobimda ayniqsa vatan, mehr to'g'risida, oila, baxt, ayollar to'g'risidagi mavzular va Chinor mahallasiga bag'ishlab yozgan she'rlarim ham meni mana shu kitobimdan joy olgan. O'z ijodimni bundan keyin ham yurtdoshlarimizga taqdim etib boraman va ular uchun she'rlar yozaman. She'r yozish menga nihoyatda kuch, ilhom bag'ishlaydi, olam zavq beradi. Odatda nazm poetikasi tufayli inson nutqi jarangdor musiqiylik, tugallik, butunlik va uyg'unlik kasb etadi. Chunki she'riyatda so'zning sehrli jozibasi odam ruhiyatiga ta'sir ko'rsata oladigan darajadagi ko'tarinkilik namoyon. Adabiy kechada ham shoirlarning she'rlarida ruhiyat ifodasi namoyon bo'ldi. Taqdimot so'ngida ijodkorlar yig'ilganlarga o'z she'rlar to'plamini sovg'a qilishdi. Badiiy kechada she'riyat ixlosmandlari she'riyat bo'stoni, uning zahmati, shoir ko'ngli, iste'dodi haqida savollarga shoirlardan batafsil javoblar olishdi.